17 dan 7 ga tushdi shunda. Sirada. Yoshingiz nechida? 45. Qayerdan bilib qolgansiz sahr bo'lganini? Tekshirtirgan chiqaman. Qo'lay ham muzlash. Ko'p anaqa hojatga borish shundan. Sizlar choylarni olib ichdik. Undan oldin qanaqa dorilar ichgansiz? Diampa. Insulinga o'tmagansiz? Yo'q. Insulinga o'tishga olib bormadinglar, ammo choyni ichgandan keyin insulin hojat qolmadi. O'z pasdan dietada yuramiz. E'tibor ham bermaymiz, biz dietada yuramiz. Yaxshi bo'lib qoldik, shu bilan yuribmiz. Choy ichishdan oldin holatlaringiz qanaqa edi? Oyoq qo'l muzlari ko'p hojatga boryotgandimda. Hop. Hozir yaxshimi? Qachondan beri ichishni boshladingiz buni? 1 yil bo'lib qoldi. 1 yildan beri. Qayerda ko'rdingiz o'zi birinchi mahsulotni? Facebookda ko'rdim. Boshida ishonchsizlik bo'ldimi? Tavakkal qildik. Ishonmagan narsani olmaymiz. Ishondik oldik. Bo'ladi-yu, ko'rgandan u bu ham. Yo'q, bizda bo'lmaydi unaqasi. Biz bitta ko'rdikmi, ishondikmi, bitta gapiramiz, tamom. Ishonmasdan narsaga yugurmaymiz. Ishondik, oldik, o'ziga javob qildi choy olma. O'ziga dastoriy narsa ekan. Lekin tekshirtirmadi, senda saxar yo'q dedik choydan keyin. Birinchi saxir bor dedi. Hozir saxir yo'q. Necha chiqqan birinchi o'lcham? 17. 7 chiqdi kelgan bir o'rtada. 17 dan 7 ga tushdi shunda. Sirada. Lekin effekti yaxshi ekan, maza qildik. Faqat hozir ham tavsiya qildik, tanish-bilishlarga, sizlarga telefon qilib olib keltirib berdim, bilgan nimalarga, sizlarga nimalardan. Yo'q, yaxshi, darvoza. Dori ichmayapsizmi hozir? Yo'q, saxirga dori ichmayman. Saxirga dori ichmaysiz. Insulingacha bormadingiz? Yo'q, insulinga ulgurmadi saxir. Choy oldin olib qoldi. Xursandman sizlar shu choy chiqarib, shunaqa bir kasallarga yordam qilganlarda. Men xolis aytyapman, masalan, birontasi ichmoqchi bo'lsa, shuni qilsa, sinab ko'rsin, tavakkal qilib. Sababchi bo'lib qolsak, sizga ham bizga ham yaxshi. Конечно. Xolis aytyapman, masalan, bu narsani reklama emas. Siz qayerdan keldingiz, men qayerdan chiqdim? Menga bir oqcha bir foydanglar ham yo'q, gapirib bersam, hozir aytyapman men. Telefondan olib turishadi. Nima bo'lyapti, yaxshi deb qo'yaman shu. So'raganlarga berdim, qolganlar ham yaxshi ekan, haqiqatda tez ishim yo'qoldi. Og'zim qurish yo'qoldi, holsizlik yo'qoldi deyapti. Kimdir oyoq qo'lim muzlash yo'qoldi deyapti. 3-4 odamga tavsiya qildim, olibdi, ichibdi. Men bir ikkitasiga aytdim, dadalariga berdi. 3-4 odamga aytib bordim, ko'pchilik hali prosta aytib qo'yganim uchun olishib, yana haligi nomer nechi topib berdi shudi keyin internetda bor, ko'ringlar deb, o'zingizlar gaplashinglar deb nima qildim. Hali xolis aytyapman-da, men hali maqtamayapman. Hali nima deb tushuntirsam bo'ladi. Foyda ko'rganim uchun tavsiya qilaman buni. Yo'q, tekshirtir, sendan уже saxir nima o'chib deyapti, bu bo'lishi mumkin emas deyapti. O'zi 17 ko'rsatgan. Saxirimiz ekan, odamda saxir oshib turar ekan. Cho'chiganimda oshgan ekan, lekin 1 yilcha qo'l-oyog'im sovqotib, hojatga tez yuguradigan bo'lib qolib, keyin tekshirtiruvdim o'zimni. 17 chiqdi, keyin yo'q, bu dori bilan tuzalganda o'tmishdagi saxirlar ham tuzalib ketardi bu dorilarga. Nechtasi qirilib, o'lib ketdi saxir orqasidan. Masalan-da, misol xolis aytaman, kim doriga tikka turib qoldi bu dard orqasidan. Mana shu dori mana saqlanib qoldi degan odam bor, hammasi o'ldi. Pochkasi atmen bo'lib, yo'qsa boshqa joyi shunaqa bo'lib turib saqlanib. Lekin bunda mana effekti borligi uchun aytyapman, ko'p suymay qo'ydim, oyoq qo'lim sog'may qo'ydi, og'zim qurimay qo'ydi, yaxshi normalni yuribman. O'zi avlodimda yo'q men unaqa. Bir iloj bo'lgan ekan, bir o'zim lechit qildim, shu bilan choylar bilan shu yo'q, shu bilan tekshirtirsam 7 chiqdi o'rtada bir. Yo'q, aka dedi, sizda unaqa narsa yo'q dedi. Bir qo'rqib ketganda ko'tarilgan, shu bir iloj qo'yadigan moyillik bor paytda qo'rqib ketgansiz. Bu hali nimada poddesha qilib qoldi kasallar, choylar meni gapni ochib. Bo'lmasam shuncha gapni aytmayman, apanda aytmayman biroga men. To'g'rimi? To'g'ri. Ichishni boshlaganingizdan keyin qanchada effekt sezildi? 1 oydami, 2 oydami? Yoki 1 haftada? 19 kun, 20 kun sanab turdim ichadi. Yo'qib ketganimni 20 kunga bormadi-da, 18 kun, 19 kunda effekt stabilniy holatimga qaytib qoldim-da. Men avval qanday bo'lsam shunday bo'lib qoldi shu choylar orqasidan. Shu mo'jiza bo'ldi endi bu. Ko'z tegmasin. Xudo xolasa natija bergandan xursandmiz. Bo'ldi. Yana xudo xolasa olib iching, bundan keyin. Tavsiya qilaman lekin ko'pchilikka, yoshlar, yoki unisiga iloj qo'layotganlar bor, bu kasalda tavsiya qilaman masalan.